Birinchi Ka'bani ko'rganingizda qanday duo qildingiz? Allohdan hamma gunohlarimni kechirishini so'radim. Ikkinchi marta ahli ayolim, ota-onamni umrlarini uzoq qilgin deb so'radim. Bu ikkinchisi kelishim. 2 oy oldin ham keldim. 2 oy oldin kelib, yana bu joylar sog'inchi bo'lib, yana keldingiz. Ha, bu joylarni sog'inmay bo'ladim, aka. Xo'p, bilishimizcha sizda Sherzod Vines degan Instagram profilingiz bor. Raqam, qanchadan beri yurasiz bu profilda? 1 yildan oshib qoldi. Daromadga kirdib? Yo'q, hali daromadga kirgani yo'q. Nechta obunachi bor? 103 mingta bor. 103 mingta ko'ramiz, ibratli, odamlarga manzur bo'ladigan, chiroyli videolar olasizlar. Ideya ko'proq kimdan keladi? Kim tuzadi ideyani? Ideyani ko'proq asosan bitta jamoa bo'lib o'tirib, yig'ilib, bitta joyda o'tirsa, ideyalar o'zi kelaveradi. Men masalan yarmisini to'qsam, Sher akam keladi, yarmisini to'qiydi. Shu bilan 4-5 kishi bo'lamiz-da, 4-5 kishi bo'lganimizdan keyin shu ideyalar ham chiqib keladi. O'zi nima sabab bloger bo'lib ketgansiz? O'zi kadr ortida gaplashganimizda biznesmenman, aylanma mablag'im yetadi, o'z daromadim yetadi dedingiz. Nima turtki bo'ldi bloger bo'lib ketishingizga? Bloger bo'lib ketishingizga endi bloger deb ham bo'lmaydi-yu. Bu hobbi desa ham bo'ladi. Ishimdan tashqari sekin mana shu qiziqqanim uchun qilaman bu ishni asosan. Qani endi daromadga kirsa, buni ham qilaveramiz. 7 kishiga 40 xuna rozi bor. Sizga reklama qilib bering deb taklif qilishsa, necha pulga reklama qilib berasiz? O'rtacha $500 hozircha. Hozircha. Yaxshi, ulug' joylarda turib 500 demang, aka. Bir 5 ta odamni $100 dan qilib beraman deng. Boshlanishiga bo'lsa $100 dan qilib beraman boshlanishiga. Eshityapsizmi? Sherzod Vines profilida endi siz $100 ga reklama qildirish imkoniyatiga egasiz. Shoshilinglar, 5 ta odam ulgurib qolinglar $100 dan. Hoji aka, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Ketgan vaqtingiz rozi bo'ling. Rahmat.